Keyingi kvartiramizda Yunusobod 19-kvartal 9 qavatli domi 1-qavatida joylashgan 2 xonali razdельный planirovkali bo'ladi. Hozir shuni ichkariga kirib obzorni qilib beramiz. Xo'p, ichkariga orqa tarafdan eshik ochilganidan kirib oldik. Yunusobod 19-kvartal Korzinkaning orqa tarafidagi 9 qavatli monolitniy domni 1-qavatida 2 xonali razdельный planirovkali 60 metr kvadrat umumiy maydonga ega ushbu kvartiramizni bez remont sразу aytib qo'yaman. Mana orqa tarafdan ochilgan eshik tarafdan kirib kelish, tapchani zona qilib qo'yishgan. Bu zavodskoy eski kuxnyani joyi. Koridor orqali kirganimizda sanuzellarning ketma-ketligi, razdельный sanuzel, xonalari ham razdельный. Tak, bu prixoshka, podest tarafdan kirib keladigan eshik, bu yoqda bitta spalniyamiz va bu yoqda 5x3 zalimiz. Holati bez remont, narxini 72 ming deyishyapti. Albatta kelishadigan joylari bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqing.